Buningdan 2 kun ilgari, ya'ni 2020-yili 1-oyning 13-kuni dushanba Germaniyalik ko'z ko'ringan mutafakkur va diplomat Murat Hoffman vafot topdi. Bu biz musulmonlar uchun bir yo'qotish va qayg'uli xabar. Ko'pinchimiz Murat Hoffmanning kitoblari bilan uchrashgan bo'lsak-mu, bu odamning tarjimali va kelib chiqishini bilmasligimiz mumkin. Murat Hoffman asli katolik mazhabiga tava xristian bo'lib, 1931-yili Germaniyada tug'ilgan. U yosh vaqtida ig'ir qatnash voqeasiga uchrab saqlagan. Uni davolagan doktor uningga buningga o'xshash qatnash voqeasida hech kim saqlagan emas, ammo Alloh taolo seni muhim bir ish uchun ep qolgan o'xshaydi degan. Darvaqa Alloh taolo Murat Hoffmanni muhim bir vazifa uchun saqlab qolgan. Murat Hoffman dastlabki o'qishni Myunxenda bitirgandan keyin Amerika Havrat universitetiga kirib, qonun kasb bo'yicha doktorlik unvoniga erishgan. U 1961-yildan boshlab Germaniya tashqi ishlar ministrligi atom mudofaasida texnik injener bo'lib ishlagan. 1983-yildan 1987-yilgacha Brukselda NATOning uchur qismida mudir bo'lib ishlagan. 1987-yildan 1990-yilgacha Germaniyaning Aljeriyadagi bosh elchisi bo'lib ishlagan. 1990-yildan 94-yilgacha Marokashda Germaniyaning bosh elchisi bo'lib ishlagan. Murat Hoffman nihoyat yangilikqa intiladigan izlanishchan odam bo'lib, har vaqt dunyoning mohiyatini tushunishga tirishadi. Aljeriya mustaqillik urushi jarayonida aljeriyalik musulmonlarning shuncha qiyinchilik, shuncha zulm qaramasdan, tiz bukmasdan ishg'olchilarga qarshi otlanishi Murat Hoffmanni bu musulmonlarni buncha iroda, buncha kuchga ega qilgan narsa zodi nima degan haqida o'ylashga majbur qiladi. Va ular o'qiydigan Qur'onni o'zi bevosita o'qib tadqiq qilishga boshlaydi. U Qur'onning Injilga tamoman o'xshamaydiganligi va Qur'onning aqlga intayin muvofiq va zidlikdan xoli ekanligini bayqaydi. U uzun mezgil izdanish va tadqiq qilish orqali oxiri qanoat hosil qilib 1980-yili o'zining rasmiy musulmon bo'lganligini e'lon qiladi. Bu Germaniya tarixidagi tunji eng yuqori mansabli kishining islomni qabul qilishi bo'lib, Germaniyada nihoyat g'ulg'ula qo'zg'aydi. Axborot vositalari uningga hujum qilishga boshlaydi. Hatto onasi uning xat avatib, "Balam bo'ldi sen shu arablarning qishida qol" deydi. U islomning g'arb dunyosidagi nurg'un masalalarni hal qila oladigan aqlga intayin muvofiq din ekanligida izchil ching turadi. Shundaqla islom haqida to'xtamasdan izlanib o'qiydi va O'rinbosar islom, Makkaga yo'l, 2000-yildagi islom, Germaniyalik musulmonning kundalik hayoti qatorliq kitoblarni yozib, islomni g'arb dunyosida tunishtirish uchun to'xtamay harakat qiladi. Uning O'rinbosar islom degan kitobi Germaniyada nihoyat g'ulg'ula qo'zg'aydi. U Germaniya musulmonlar majlisining sharafli a'zosi, Bosniya islom bankisi shariat majlisining a'zosi bo'lib xizmat qiladi. 31 davlatga berib islom haqida leksiya so'zlaydi. U islomga falsafiy yo'l degan temadagi leksiyasida Allohning mavjudligi aqliy zaruriyat ekanligini ta'kidlab, xristianlar aqidasidagi uch ilohlik aqidasining aqlga zid ekanligini aqliy va falsafiy nuqtadan isbotlab nihoyat zo'r ta'sir qo'zg'aydi. Murat Hoffman turkiyalik bir xonim bilan to'y qilib, keyingi hayotini Turkiyada o'tkazadi va 2020-yili 1-oyning 13-kuni dushanba 89 yoshida vafot bo'ladi. Murat Hoffman so'zlaridan: islom abadiy plan uchun o'rinbosar hayot bo'la oladi. Uning salohiyati tugamaydi. Zamon makon cheklamasiga uchramaydi. Biz o'zimizni o'zgartsak, Alloh bizga yordam beradi. Bu islomni o'zgartish bilan emas, bizning maydonimiz va ish harakatimizni islom qarta o'zgartish bilan ishga oshiradi. Islom hammani o'z ichiga olgan olamshumul din. Bu din ma'rifni farz qilishi, ilm elishni ibodat qilishi bilan boshqa dinlardan alohida farqlanib turadi. Islomning kechirimchanligi uning eng yorqin alohidaligi. Chunki u inson tabiatiga intayin mos din. Oxirat dunyoda qilganlarimizning mukofotini oladigan o'rin. Shunga dunyoda nima ish qilganligimizga ahamiyat berishimiz kerak. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.